Assalom barchaga. Men yana bugun Qashqarlarda o'zim aylanib yuribdim. Menga bugun hamroh bo'lganlar, bu meni haykalchalarim. Prens qiz bilan kuchuk minna odamchalar. Undan keyin Qo'yjiz ko'li tarafga bordim. U yerda hali bizga qobobamiz turibdi ekanlar, men shu yerdaman deb. Qo'yjiz ko'l taraflarini biroz aylandim, ammo ko'l juda ham chiroyli edi. Havo bulutli, böyle nimalari suvda ko'rinish bergan manzarasi shunchalik ham chiroyli ediki, odamni bir bahri dil ochiladi. Bir o'ylasang bir o'ylaring, bir xayollaring, bir nima deydi, bir asta bir nima bo'lganday, o'z-o'zidan hal bo'lganday bo'ladi. Ikkita kampircha bor edi u yerda. Kampirchalar qushlarga yem berayotgandi. Ondan keyin yana aylandim. Magazinlarga kirdim. Magazinlarga kirib, men antiqa narsalarga bor, ishtiyoqim bor. Meni dardim antiqa narsalarni tomosha qilish, ko'rish, yoqtirsam olish, bo'lmasam ularni men tomosha qilsam yetadi antiqa narsalarni. Shu Majnun tog'ni ko'ryapsizlarmi? Bizlarni bolaligimizda ham Majnun tog'lar bo'lardi. Hozir Majnun tog'lar kamdan kam uchraydi. Bu magazinlarda ham haykalchalarimiz bor. Haykalchalar. Men hali uyim bitmadi, uyimni bog'chasi bitmadi. Uyimni bog'chasi bitsin, men eshigimni oldidan ana shunday bog'chamni oldidan haykalchalar, nimalar bilan to'ldirib tashlayman, nasib qilsa gullarim bilan. Kutyapman. Ana shu qizim rosa ham meni aqlimni oldi. Yoga yapıyor, yoga. O'sha uchun bular yaxshi insonda bir narsani keldim, aylandim. Yana turk qaynotamning uyiga keldim. O'zim videoga oldim. Qizlar, meni qoshlarimga e'tibor bermanglar. Men qoshlarimni o'chirtirib yotibman.